Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Agar sizlarda ham oyliklaring birinchi oydan ikkinchi oyga yetmayib turgan bo'lsa va halol, ishonchli, bir barakali biznes qilishni xohlayib turgan bo'lsanglar va bunga ozmi ko'pmi qo'llaringda mablag' bo'ladigan bo'lsa, biz bir oyda 50 kilogacha go'sht qo'shadigan sifatli va nihoyatda bir pokiza, chiroyli holatdagi buqalarni boqishlikni tavsiya qilamiz. Bu buqalarimiz Rossiya davlatidan keltirilgan. Bularni yoshi 2 yoshdan kattalari ko'prog'ini tashkil qiladi. Ularni kelib sizlar xohlagan usulda sotib olishlaring mumkin. Mollarimizni yeyishiga, sog'lomligiga, mabodo turli xil betobligi bo'lsa, uni qanday tuzatishligiga biz qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Bu mollarimizni yetkazib berish dastlabkilari hammasi o'zimizni bo'ynimizda. Chiroyli qilib Ustibekov mashinalarida olib beramiz. Mollarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 32 milliondan 45 milliongacha molimiz bor. Bu mollarimizni naqd pulga ham sotaveramiz, bank orqali ham sotaveramiz bularni. Har tomoniga kelishib